Assalomu alaykum azizlar. Namangan shahri Chorsu ko'prikda joylashgan Baraka savdo uyidamiz. Bu yerda narxlar juda ham eksklyuziv, qulay, ya'ni 1000 so'mdan boshlab tovarlarni xarid qilishingiz mumkin. Va bu yerda super aksiyaga start berdi. Hozir yaqindan tanishtiramiz. Mana bunday Xitoydan keltirilgan piyolalar bor ekan, ko'ryapsizlar, sifati juda ham ajoyib. 5000 so'mdan donasini taqdim etiladi. Xullas, uy rozg'or buyumlari xarid qilish mumkin. Mana shu bo'limda xohlagan tovarni atiga 1000 so'mdan 8000 so'mgacha taqdim etiladi. Muzlatkichga oziq-ovqat mahsulotlarini solayotganda hidi aralashmasligi uchun mana bunday alohida maxsus vositalardan foydalanamiz, ya'ni strichlarimiz. Xullas 5000 so'mga mana shu pachkasini taqdim etilar ekan. Bunda tashqari stakanlarimiz bor. 5000 so'm, bunisi esa 6000 so'mdan taqdim etiladi. Do'konimizda donichi stollarimiz o'zi qulay narxda, ya'ni 5000 so'mdan sotilgan, ham tushdi 4000 so'mdan xarid qilish mumkin. Ayzada do'konga ajoyib mana bunday alohida antikvar nasl yetib kelibdi. Xullas ham bu svitrina vazifasini bajarar ekan, ham xonani iforga to'ldirar ekan. Bahosi esa bor yo'g'i 15000 so'm tashkil etar ekan. Xullas mana shu bo'limdan xohlagan tovarni 12000 so'mdan 15000 so'mgacha taqdim etiladi. Baraka savdo uyidagi tadbirkorlarimiz shaxsan o'zlari Xitoyga borib, mana bunday tifallarni olib kelishibdi. Sifati yuqori bo'lgan tifallarimiz 100 mingga sotilgan. Hozir chegirmada 75000 so'mdan taqdim etiladi. E'tiborimiz oshxona anjomlarida ko'ryapsiz qozon va albatta mana bunday uyg'ur taomlariga mo'ljallangan qozonimiz. Bundan tashqari mana bunday skоворodkasi, tavasi bor ekan. Xullas 3 tasi birda bu komplektimiz atiga 85000 so'mga taqdim etiladi. Juda ham bejirim ko'rsatgan termiz e'tiborimiz tortdi. Nomi ham ajoyib ekan. Kelinchak termizimiz. Xullas hozir chegirmada 55000 so'mdan xarid qilish mumkin. Xullas bu bo'limda juda ham keng assortimentda qimmat tovarlarimiz ham bor. Qo'rqmang, qimmat ekan deb sirli tog'orlarimiz, bundan tashqari cheliklarimiz, xullas istalgan turdagi bagimalar, chinni buyumlar hammasi siz uchun qulay narxlarda taqdim etiladi. Qolganini kelganingizda ko'rasiz. Piyola narxi bilan tanishtirganimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, limonning aksi bordi. Piyola narxi 5000 so'm, chini esa 10000 so'm. Va albatta likopchalarimiz bor. Xullas bunisi 11000 so'm razmeriga qarab, bunisi 12000 so'm va kachkolimiz 15000 so'm. Mana bunday alohida katta tovoqchasi esa 22000 so'mga taqdim etilar ekan. Baraka savdo uyidan yana qo'shimcha bo'limlar ochildi, ya'ni o'yinchoqlar bo'limi. Qizaloqlar va yigitchalar uchun mo'ljallangan keng assortimentdagi o'yinchoqlarni ham endilikda qulay narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Mana esa Baraka savdo uyidagi qulay narxlar va aksiya bilan yaqindan tanishib oldingiz. Asosiysi bunday qo'ldan boy bermang. Mazlum Namangan shahri Chorsu ko'prik mo'ljal bahorgina ta'tildan o'tganingizda o'y tomonda Baraka savdo uyida biz siz kutamiz. Murojaat uchun quyidagi raqamga qo'ng'iroq amalga oshiring. Haytmoq ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifamizga obuna bo'lib, kuzatib borishni unutmang.